Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Men bundan bir necha oy muqaddam Toshkent shahar Mirobod tuman fuqarolar sudiga advokat tomonidan yozdirgan edim. Bizani problemamiz bor edi. Ishchi biza butkul nima qildik? Yutqizdik butunlay. Malakali advokat degan odam katta pul evaziga bizga yozdi. Вообще boshqa yo'nalishda ekan. Butun hamma teskari bo'lib, xarajatlarga ham tushdik, butun davlat boji hammasiga tushdik. Keyin boshqatdan sudga beramiz dedik. Nimada Mirobod tuman kanselyariyasida juda bir yaxshi yigit ishlar ekanlar, oti esimda yo'q. Albatta ularga ham rahmat aytib qo'yaman. Aytdilarki, opajon dedilar, yoshim hurmatini qildilarmi yo moddiy tarafdan nima qildilarmi? Menga aytdilarki, mana shu yuridik institutda qoshida yuridik klinika bor dedilar. Shu yerga borsangiz malakali o'quvchilarimiz, o'zimiz o'quvchilarimiz yordam berishadi dedilar. O'sha kunni o'zida keldim. Juda ham xursandman. Shunaqa aqlli qizlar. Hamma gaplarimni nima qilib tinglab, hammasini yozib olib, Baziraxon ikkinchi yana bitta qizimiz edilar. Madinchka qizimiz. O'ta malakali studentlar. Men juda ham xursandman. Bizani shunchalik respublikamizda malakali tayyorlanayotgan nimalariga, yuristlariga ming rahmat aytaman. Shunchalik bizani kelajagimizni o'ylab, har tomonlama bilimli, aqlli, juda ham bir malakali insonlar yetishib kelayotganidan juda ham xursandman. Albatta bitta domlalarning ham hissasi katta, chunki ular biza maslahatlashib domlalar bilan gaplashib, hamma savollaringizga javob qilamiz deb aytishdi, yozib berishdi. Ishonsanglar, sud protsessida sudyaning o'zlari aytdilarki, kim yordam berdi bu anaqada, shunaqa to'g'ri yo'nalishda yozilgani deganlarda aytdim. Mana ko'rdingizmi, qanaqangi bizani oliy darajadagi studentlarimiz, даже men hayron qoldim, shunchalik yozilganiga dedilar. Mingdan ming rahmat. Bu juda ham men xursand bo'lib chiqib keldim. Shunaqangi bir g'ururdida, что mana bizani o'zbek qizlarimiz, bir yoshgina qizlar ko'rsangiz, shunchalik o'ta kuchli yurist bo'lib yetishayotganidan men juda ham xursand bo'ldim. Albatta tashakkur domlalarga, shunchalik bilim berib, shunchalik kadrlarni yetishtirib berayotganlariga, boshchilik hamma rahbariyatga men minnatdorman. Bunaqa klinika ochib bizga fuqarolarga yo'l ko'rsatib, yuridik shunchalik maslahatlar bergani. Endi hozir bilasizlar, bozor iqtisodiyoti, частный nimalar bor, advokatlar boshqalar, mana advokat yozgani qanchalik noto'g'ri yo'nalishda bo'lib, hozirgi mana bizani student qizlarni shunchalik yozganiga mingdan ming tashakkur etaman. Mana yana keldim, ozgina muammoim bor edi, shu qizlarimga ishonib to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Shuning uchun mana murojaat qilinglar, ko'ringlar, o'zinglar ham ishonch hosil qilinglar. Katta rahmat. Bilan ishingiz qanoatlantirildi. Albatta, hammasi bitta protsess o'zida hamma yechimlarni nima qilib ko'rsatib o'tilganda, deb bo'layman. Hammasi mana bu yo'nalishda, mana menga bunaqa bo'ladi deb aytib, tushuntirib qo'yil qoldim gap ochig'i. O'shaning uchun hozir yana keldim, avvalambor tashakkur etishga, yana bitta shu endi maslahat bilan keldim, shu bolalarim mana aytib yo'l ko'rsatishadi. Xudoga ming qatla shukr. Endi bolalarimga tayanib, chunki maslahatli bo'lib, har bir narsa o'z yechimini topsa, bilimli shu sohani egalari nima qilishsa, yo'l ko'rsatishsa, menimcha bu eng to'g'ri nima bo'ladi. Kattadan katta rahmat. Qizlar, bizning kelajagimiz nadежный qo'lda ekan. Juda ham xursandman.